Assalomu alaykum aziz gulshadolar, sizlarga qisqacha video olib o'tib ketaman. Antiurium guli, ya'ni erkak baxti, ko'pchilik erkak baxti deb aytadi. Shunga grunt tayyorlashni o'rgataman. Kokosiviy torf eng toza torflardan, shu 1 kilolik. Buni chiqindisi bo'lmaydi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Chiqindisiz torf tanlashga harakat qilinglar. Shu kokosiviy torf 1 kilo, ya'ni 2,5 litr atrofida chiqadi. Shunga kokosiviy chips ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Mana shu kokosiviy chips bu 2 litr, shunga qo'shasizlar. 1 ga 1 bo'ldi. 1 ga 1 emas, bu kamroq, lekin mana shu 1 kilolikka qo'shib yuborasizlar. Keyin perlit vermikulit 1,5 litrdan qo'shiladi. Bu 1,5 litr emas, 1 litr, lekin 1 litr ham qo'shsalaring bo'ladi. 1,5 litrdan qo'shsalaring ham bo'laveradi. Hozir men klientimga berib yuboryaptim, shu yerda video qilib beryapman. O'zim tayyorlab ko'rsatib berardim, lekin hozircha vaqtim yetmayapti. Keyingi safar chiqarib beraman. Ko'pchilik hozir so'ragani uchun qisqa video joylayapman. Shu kokosiviy chips, kokosiviy torf и perlit vermikulit eng ideali. Bunga ugl qo'shasizlar. Ugl tuproqni dezinfeksiya qilib beradi. Juda ham yaxshi. Keyin bunga asmako tozaroq solib qo'ysalaring bo'ldi. Mana sizlarga antiuriumni eng zo'r grunti, chet eldan kelayotgan antiuriumlar tarkibida xuddi shunaqa. Kokosiviy torfga e'tiborli bo'linglar. Chiqindisiz, bez chiqindi torfni o'zini olinglar. Bu tarkibi chiqindi yo'q. Ipchalari, mayda ipchalari bo'lmaydi. Toza torf hisoblanadi. Mana kokosiviy chips ham tozasi. Mana klientimizga tayyor qilib, o'sha aralashtirishga tayyor qilib berib yuboryapmiz. Xo'p, xudo xolasa boshqa gullar uchun ham chiqaramiz. Bu spatsifilumga ham ketaveradi, singoniumlarga ham ketaveradi. Juda ham zo'r grunt bo'ladi. Mana ko'rib olinglar nomlarini. Sotuvda o'zimizda ham bor. Telefon nomerimizni yozib qoldiraman. Bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.